Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan O'zbekistondagi yana bir investitsion platforma haqida gaplashamiz. Bu platformaning qanday tashkil etilganligi, kim asos solganligi, biz uchun qanday manfaatlar berishligi haqida ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilaman. Qani unda boshladik. Ee, Hammasi o'sha 2019-yilda boshlanadi. Buni tarixi Rustam Rahmatov asos soladi. Uning produktlari, qanday islom tamoyillari asosida ishlashligi, mudoraba, musharaka, murabaha va eng kam investitsiya miqdori hozirgi kunga kelib va hokazolar haqida gaplashib o'tamiz. 2019-yilda boshlangan. 2019-yilda birinchi bor islom moliyasini olib kirish tashabbusi boshlanadi. Iman 2020-yilda rasman tashkil etiladi. Toshkentda Iman Invest va Iman Pay ishga tushiriladi. O'zbekiston musulmonlari idorasidan rasmiy xulosa oladi. 2020-yil va 2021-yillarda fatvo olinadi. Tarixda birinchi marta bo'ladi bunaqa hodisa. 2022-yilda esa 1 million investitsiya qabul qiladi. 2024-yildan hozirgacha 500 dan ortiq investitsiyalarni qabul qilgan, ya'ni katta xalqaro darajada. Keyingisi Rustam Rahmatov kim? Asli toshkentlik, ya'ni Toshkent viloyatida tug'ilgan bu kishi. Islom moliyasi tushunchasini ilk bor tanishganida bu soha xalqqa qanchalik zarurligini angladi va uni rivojlantirishni maqsad qilib qo'yadi. Rustam Rahmatov. U kishini tajribalari Ernst Young, EFG Capital, Xalqaro moliya korporatsiyasi va Jahon banki guruhlarida o'z tajribalarini orttirgan bu kishi va hozirgi kunda o'sha Iman kompaniyasi hamkorlik qilib tashkil qilgan o'sha Mark Zubov bilan birgalikda asos soladi bu kompaniyaga. Qanday muammolarni yechadi? O'zbekiston aholisini biz bilamizki, O'zbekiston aholisining taxminan 90% musulmonlar. Ko'pchilik qarz botqog'iga cho'kib borayotgan paytda Iman adolatli moliyaviy tizimni joriy qiladi. Foizsiz, riboga asoslanmagan, real savdoga bog'langan moliya millionlab insonlarni e'tiqodi tufayli chetda qolgan ulkan bozor va Iman bu bo'shliqni birinchi bo'lib to'ldirishga harakat qiladi. 3 ta asosiy mahsulot hozirgi kunda Iman Invest halol investitsiya, eng kam boya aytganimdek, eng kam investitsiya miqdori hozir ham 100 ming so'mdan boshlanadi. Pul kiritasiz va mablag' real halol savdoni moliyalashtiradi va foydasiga ham, zarariga ham sherik bo'lasiz. Iman Pay esa halol muddatli to'lovni tashkillashtirib beradi. O'sha boya aytganimizdek islom moliyasi asosida, o'sha islom shartlari asosida murobaha nasiya savdo modeli, foizsiz bo'lib to'lash, kechikishdan jarimalar olmaydi. Imanim esa investitsiya, jamg'arma, muddatli to'lov, pul o'tkazmalari, byudjet nazorati barchasi o'sha bitta ilovada tashkil etilgan hozirgi kunda ham. Boya aytganimizdek, 3 islom shartnomasi asosida, ya'ni oddiy tilda tushuntirib o'taman. Mudoraba, sarmoya boshqaruvi. Siz pul berasiz, Iman uni halol biznesga yo'naltiradi. Foyda kelishligi uchun nisbat bog'lanadi, ya'ni zarar riski sarmoyadorga ham tegishli bo'ladi. Ya'ni siz o'sha pulingizni investitsiya qilasiz, bular esa uni halol bizneslarga yo'naltiriladi. Foydasiga ham, zarariga ham sherik bo'lasiz. Musharaka esa ikki tomon ham sarmoya kiritadi va biznesni birga yuritadi. Foyda ham, zarar ham ulushlarga qarab taqsimlanadi. Bunda ham. Murobahada esa nasiya savdo. Iman tovarni sotib oladi o'ziga birinchi, keyin uni ustiga qo'yib, ochiq e'lon qilgan holatda uni sotadi yana. O'sha misol uchun 100 mingga bir kitobni olsa, bir kitobni olib 100 mingga olsa, uni ustiga 130 ming, 120 ming qilib ochiqlagan holatda uni xalqqa, ya'ni insonlarga sotadi va buni orqasidan foyda oladi. Buni murobaha deyiladi. Keyingisi, pulingiz qanday ishlaydi? Mana boya aytganimdek, siz 100 ming so'm
100 ming so'mda boshlab Iman Invest orqali pul kiritasiz. Eng kam miqdor, e, undan tepasi ham xohlaganingizcha pul kiritishingiz mumkin. Mudoraba shartnomasi asosida moliyalashtiriladi mablag' real tovarlar savdosiga yo'naltiriladi. Texnika, ta'lim, tibbiyot, mebel. E, Savdo foydasi xaridorlar tovarni bo'lib to'laydi, 35% marja bilan. Taqsimot sof foydaning 90% sizga, 10% sof foyda 90% sizga, 10% esa imanga bo'ladi. Mana bu yerda misol keltirganman. 1 million so'm kiritdingiz, yil davomida savdodan 300 ming so'm sof foyda keldi. O'shanda 1 million 300 ming so'm bo'lsa, keltirgan foydasi, ya'ni 1 million 300 ming so'm, o'shandan sizni qo'lingizga tegadigani 2 million 1 million 270 ming so'm sizni qo'lingizga tegadi. Bu yerda o'sha sizni pulingizni aylantirib berganligi, o'sha o'rtada o'rtakashlik qilganligi uchun bu yerda Iman o'ziga 10% oladi. Bu foiz emas, foyda oldindan kafolatlanmaydi. O'sha zarar riski ham taqsimlanadi. Zarar ko'riladigan bo'lsa, Iman ham birgalikda zararga kirishadi. Misol uchun, o'sha qanchadir miqdorda Iman ham teng bo'linadi. Ikki tomonga ham, sizga ham, Imanga ham. Keyingisi o'sha rasmiy fatvo olganligi mana bu yerda keltirilgan. O'sha 2020 va 21-yillarda savdo faoliyatida ishlatiladigan shartnomalar o'rganilgan va ularda islom moliyasiga zid amaliyotlar yo'qligi tasdiqlangan. Va xalqaro o'sha islom moliyasi professori sertifikat fatvo olgan, ya'ni Ziyat Muhammad tomonidan, malayziyalik professor tomonidan AUFI standartlari bo'yicha ishlaydi. Kompaniya xalqaro AUFI standartlariga muvofiq ishlashini maqsad qilgan. Bu haqida bizni kanalimizda ham ko'plab ma'lumotlar berib boramiz. O'sha AUFI standartlari bo'yicha raqamlar va xalqaro investorlar. Hozirgi kungacha kelib 1 milliondan ortiq investorlar, ya'ni foydalanuvchilarga ega. Jalb qilingan sarmoya 6 million dollarni tashkil etadi va undan ham ziyod. 60 dan ortiq mamlakatlardan investorlarni qabul qilgan. So'mda kirish uchun eng kam mablag' 100 ming so'mni tashkil etadi. Mana bu yerda aytib o'tilgan, mana qaysi eng katta fondlar, o'sha birjalar bu kompaniyaga pul kiritgan, ya'ni investitsiya qilib kelyapti. Dunyodagi eng katta venture fondlardan biri Imanga o'sha investitsiya kiritgan. Singapurdagi Battery Road Digital Holdings xalqaro fintech investori va O'zbekistonda to'lov infratuzilmasi giganti Uzcard Ventures, Al-Saqr, Lemikris, 55 Group, angel investorlar, Qozog'iston, Shveysariya, Tojikiston, Birlashgan Arab Amirliklari fondlari ham xususiy investorlar bu yerda investitsiya qilib keladi bu kompaniyaga, Iman kompaniyasiga. Kelajakda rejalari: hozirda mikromoliya tashkiloti maqomi, 1 million foydalanuvchi, Imanim super ilovasi. Keyingi bosqich esa to'liq islomiy bank litsenziyasi, O'zbekistonda birinchi raqamli islomiy bankni tashkil etish. O'zbekistonda birinchilardan bo'lib islomiy bank bo'lishni reja qilmoqda bu kompaniya. Hozirgi kunga kelib yangi mahsulotlari o'sha islomiy ipoteka, avtolizing, biznes uchun halol moliyalashtirish. 2030-yilga kelib 1 milliard o'sha portfel va 1 million investorga xizmat ko'rsatishni rejalashtirmoqda. Mana bu yerda aytib o'tganidek, islom ipotekasi, bu yerda o'sha siz uyga investitsiya kiritishingiz ham mumkin, Iman orqali o'sha uylarni sotib olishingiz ham mumkin. Iman kompaniyasidan kelishgan holatda va mashinalarni ham avtolizingga olishingiz, o'sha Iman platformasidan foydalangan holatda va bizneslarga ham investitsiya kiritishingiz mumkin. Meni bilishim bo'yicha O'zbekistonda biz bilamizki, Cambridge o'quv markazi eng yaxshi o'quv markazlaridan biri hisoblanadi. Mana shu kompaniya bilan birgalikda Cambridge kompaniyasiga ham investitsiya kiritib borishingiz mumkin bo'ladi.
Keyin yana bir tomoni o'sha Murod Nazarov bilan ham biz bilamiz, Murod Buildings'ning o'sha Toshkentda qurilgan ko'plab domlari mavjud. O'sha domlar ham o'sha Iman Invest orqali o'sha Murod Buildings'ning qurayotgan domlariga, uylariga investitsiya qilib borishingiz mumkin bo'ladi. Qo'shimcha sifatida bu ma'lumot. Afzalliklari va risklar. Ochiq gaplashamiz, ya'ni shariat muvofiqligi rasman fatvolar bilan tasdiqlangan birinchi bo'lish. Afzalligi, raqobat deyarli yo'q O'zbekistonda. Bu kompaniya bilan raqobatlashadigan xalqaro professional investorlar bor. Real iqtisodiyotga bog'langan model. Pul haqiqiy savdoda. Past kirish bo'sag'asi, ya'ni o'sha 100 ming so'm bilan ham investitsiya qilib, foydangizni olishingiz mumkin. Xohlasangiz, 100 ming so'mdan kiritib, oyma-oy o'sha keladigan foydasini yechib olishingiz mumkin. Aytganim, o'sha risklari foyda kafolatlanmagan. Mudoraba zarar riski investorga ham tegishli. Startap riski, o'sha kompaniya hali yosh, bank emas. Davlat depoziti, sug'urtasi yo'q. Bank omonati emas. Bu yerda bank umuman bu kompaniya bilan ishlamaydi, ya'ni bank bilan umuman ishlashmaydi. Tartibga solishi, riski, islomiy moliya qonunchiligi hali shakllanmoqda. Endi shakllanib, o'sib borayotgan kompaniya hisoblanadi. Ya'ni bu yerda o'sha inflyatsiya ham mavjud. Yana bir sizlar uchun bir ajoyib maslahat. Agar pulingizni siz dollarda kiritsangiz, foydani ham dollarda yechib olishingiz va oxirida ham o'sha agar men so'mda kirsam, pulimni so'm qadrsizlanib boradi-ku deb o'ylasangiz, o'sha pulingizni dollarda kiritib, dollarda yechib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Foydangizni ham. Men ham o'sha 2022-yilda bu kompaniya haqida eshitgan bo'lsam, o'sha kundan boshlab hozirgi kungacha bu kompaniyaga investitsiya qilib, o'z foydamni olib kelaman. Hozirgi kungacha. U dunyoning qaysidir burchagida bo'lishidan qat'iy nazar, bu platformaga investitsiya kiritib, foyda olib, pullaringizni yechib olishingiz mumkin xohlagan vaqtingizda. Adashmasam, o'sha pulingizni yechib olish muddati eng kami hozirgi kunda, avvallari 60 kun edi. 60 yoki 90 kun edi. Hozirgi kunga kelib esa eng kam o'sha muddat 30 kun ichida sizni pulingizni yana qaytarib o'sha Iman kompaniyasidan chiqarib olishingiz mumkin, agar kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha investitsiya qilgan pullaringiz. O'sha boya aytganimiz haqida gaplashdik. Xulosa, investorlar sifatida nimani bilish kerak? Iman o'sha 2019-yildan beri O'zbekistonda islom moliyasini olib kirgan shaffof. O'sha model shariatga muvofiqligi, mudoraba, musharaka, murabaha fatvolari bilan tasdiqlangan. O'sha boshida aytib o'tganimizdek. Eslatma tarzida buni aytamanki, bu video ta'lim maqsadida, bu investitsiya tavsiya emas. Qarorni o'zingiz albatta o'zingiz qabul qilasiz. Xullas, shunaqa gaplar. Hammaga rahmat.